Assalomu alaykum. Anglayotganinglar tarixiy roman G'ani Batur. Avtori Ziyo Samadi. 19-bob. Davomi. Shu kechidagi jangda G'ani Baturning qismlari Selinboning shimolidagi Saranga zavodiga bekinib olgan Xitoy chiriklarini surib chiqargan bo'lsa-mu, oltinliq do'ngligini ishg'ol qilishga imkoniyat bo'lmadi. Xitoylar do'nglik atrofiga cho'nqur xandaksimon okoplarni ko'lab, potaylarni o'rnatishning sirtida qabristondagi gumbaz ustiga pilimutlarni o'rnatganlikdan bo'sib yerib o'tishi oson emas edi. Xap deydi olg'a besib kelib to'silib qolganligiga terikkan G'ani. Muno gumbazning alimina ota bo'g'larimiz gumbaz salg'icha uy yaschu. Bu kimda G'anining atrofiga g'uljidagi kona ag'ina ungulari to'plashgan. Bu qo'rqimsiz gangonglarning qo'lidan har narsa keladi. Loyig'ida muomala qilinsa, jasorat ko'rsatishga tayyor turgan bu xanzilar G'ani Batur qayoqqa boshlasa, uning deganini qiladi. Ashu gumbazga meni avatgina shimoylanib o'tirg'a tushdi Abdulla. Miltiq tutishni tuzugrak bilmaysan, o'lgun keldimi? Rad qildi G'ani. Mayli, o'lsam o'laman. Tungundan har xanzlar o'ldi-ku. Sen to'ng'iz bosh etishga usta bo'ladigan gumbazni bosh bilan yiqitqo'ng bormi ya? G'anining so'ziga atrofdagilar kulishdi. Zodi shu gumbazingni oldirma. Abdullinning so'zini bo'ldi G'ani Batur. Ko'p uchun pido bo'lman desang, shiyitlar qechib qutulolmaydi. Jang degan sening turdi gupay bilan mushtlashish emasda. Jangda gangonglik ishlamaydi, adash. G'ani Baturning so'zi tugamayla, ikki jangchi bir kishini so'rab degidek ilib kirishdi-da, G'anining oldiga tashladi. Bu nima odam? so'radi G'ani. Xitoy. Xitoy? Ha, yo'lidla joylatay dedim. Men ayni ko'rdi deb yolvurdi. G'ani jangchining oxirgi so'zini anglamayla, dumcha yotgan odamning gajiga yoqisidan tutib, o'ra qildi-yu. Seyshansing deb vaqirvatdi. O'ng'icha esini yiqqan to'g'rog'i qaytadan jon kirgan say. Men bilidu, sen ayni yaxshi, dedi-da, Xitoychilab G'aniga bosh qo'yishga boshladi. Bu holatga atrofdagilar hayron bo'lishib, dong qatqanicha turib qilishdi. Bo'ldi, meni but qilib olma, seyshansing, deb sayni yo'lab qishiga o'ltirg'izdi G'ani va yo'ldoshlariga qarab, bu yaxshi Xitoy, dedi. Etib tashlag'ini tasli qoldimi? dedi G'anining yaqinlaridan bir jangchi. Sen Shanxa qor qumay o'lik otni o'g'ilgandek tayyor Xitoyni etishga usta, deb boshqalarni kuldirdi G'ani. Hey, men seni ko'rdi, to'la xiyol bor, ayni ufqangza, deb G'aniga to'ymagandek yenishlab qaraydi seyshansing. Bizni azgan, bo'zaq qilgan, qinimizni sho'rgan Xitoylarni piq qilsa xafa bo'lmaydigansan? Kulimsirab so'radi Saydin G'ani. Hey, ayni ufqangza, kim gunoh qilsin, o'lsin. Odil Xitoykan bu, deyishdi anglab turganlar. Ha, shundoq, haqiqatchi bo'lg'achqa buni do'st tutganman-da, dedi-da, Seyshansinga choy keltirishni buyurdi G'ani. Shu aralıqda ruxsat so'rab hokim Shanyu bilan Rozi qarlar kirib kelishdi. Ular gunohkor odamlardek qo'llarini qo'shtirib, boshlarini to'van silib, bosog'idan otlagan yerdala to'xtashdi. Ha, yurtdoshlarim, zarxandilik bilan dedi G'ani. Heliqi yulanchinglar Niyoz Dozing bilan davr to'nchiqini. Ajab ulardan ayrilib qopsizlar? Bandichilik. Aza ko'tirishma, beshin ketishizmi er kishdek taxt turish. Savallik o'tdi, oldinga bosh egib keldik. Nima qilsang ixtiyor o'zingda, o'g'lim. Yelinishdi har ikki yurt cho'nglari. Men o'ch oladigan, adovat saqlaydigan nomard emas. Agar astoydil tavba qilib, odamlarga yomonlik qilishmasang, o'tganni tagimayman, dedi qandoqdir salmoqliq bilan G'ani. Bu qon sho'rg'uchilar hech qachon o'nglanmaydi. Itivitishga qo'ling bormasa, menga qo'yib ber. Hozirla tamg'i yulayman. Valaqlama, Shanxa,
Texi bir muhtayni atmay turib, öz jinsini o'ltirmak bo'lamsan? Qo'lini shiltidi G'ini va ichida shukri sana o'qib turishgan hokim Shanyo bilan Ro'ziqorga tikilib dedi: Senlar öz yurtlug'im bo'lsangmi, sendeklardan munuxtim a'la. Bor, ko'zimda yo'qolish, deb ishikni ko'rsatdi u. Hakim Shanyo bilan Ro'ziqori kaynicha sho'xshib, tirik qolganligiga shukri o'qishib, sirtqa chiqishiga bir qurolliq jangchi qo'llari kayniga bog'langan davurni oldiga silib kirib keldi. Koni qadinaslar salom saat qilish o'rniga butnishib, ta'tur qarab o'tib ketishdi. Kel davur! O'rindan attaylab turdi G'ini. Davurni ichkari akirganda va bizga qo'shilganingmi yoki bo'lmasa jangudilarning topshirig'i bilan keldingmi? Deb davurning ko'ziga tikildi. Nima qilsang, amdi vangpasining qo'lingda, dedi-da, yipinchaqlab olgan xirim chapanni bir silkib, mo'rsidan tushirvetdi davur. Mana, qo'lim bog'liqliq. Men seni tutib kelinglar deb hech kimga buyruq qilmadim. Biroq sen xalqqa to'la zulm qilg'achqa seni o'zligidan tutib akapti. Sen emasma? Qandaqdir umidvorlik bilan so'radi davur. Men emas. O'z peshonangdan ko'r. Sen meni Xitoychiliklarga tutib berib, qo'llarimni bog'lagan chaqda o'z peshonangdan ko'rg'ini degan eding-ku. Davurning beshi to'van sangiladi. Uning uchun bu kinoyalar o'lim hukmidanmi ig'ir edi. Umu o'zini men deb yurgan yigit edi-da. Rostimni aytsam, oz sukunatdan keyin so'zini davom qildi G'ini. Zindonda yotgan chig'imda seni Hashim Tokoni o'z qo'lim bilan tutib o'ltirishga qasamyod qilgan edim. Ammo baxtga qarshi seni boshqalar tutib kelishibdi. Qo'li bog'liqliq odamni etishga qo'lim hargiz bormaydi. Kechirim qilganingmi? Yana umid ichira so'radi beshini ko'tirib davur. Yo'q, seni kechirishga yolg'iz o'zimning haqqim yo'q. Seni xalqning qo'liga topshiraman, dedi-da, davurni ilib chiqib ketishga buyurdi G'ini. Bayotin sami bo'lib turishganlar bu yeshimga rozi bo'lishgandek yenik tiniq ilishdi. Shu arada avtomat asqan, ko'zlaridan o't chaqnab turgan Osman Batur keyingi kunlarda Olto'g'ri deb nom olganlarning hammasini qora qo'yuq Batur deb atashga boshladi xalq. Aldirash kirib keldida G'inining atrofiga to'plashganlarga tangistmagandek nazar tashlab G'iniga xitoban Toshpaqidek bir yerda turmizmi? Dedi va keskin ravishda. Gumbazni ololmaydigan bo'lsang, menga qo'yib ber. Ololmasang dedingmi, Osman Batur? Batur iborasini alohida urg'u bilan dedi G'ini. Sen degandek kuchim yetmedi. Amdi sen ilib ko'r. Ko'rsam ko'ray, dedi-da, qandoq kirgan bo'lsa, shundoq aldirash chiqib ketdi. Baturlik xurishi bor Osman. Qo'rqimsiz bu yigitning aldiraqsonlik va ko'rangligi bo'ladigan. U ba'zida o'ziga tamanno qilib, G'ini bilan o'zanga so'qashtirg'isi keladi-yu, aka Baturning suridan ayminatdi. Bugun bo'lsa ko'pchilik oldida hurmatsizlik, to'g'risi talvalik qildi-yu, G'ini Batur bilindirmasga saldi. Osman pozitsiya tutib yotgan ihotadagi jangchilarning qishiga kelib, yordamchisi Siyit Baturga Gumbazni biz olamiz, dedi va Siyit gap qilg'icha ta'xir qilmay jangchilarga komanda berdi. Olg'a! Avtomatdan o'q ichib, jangchilardan 10 qadamcha oldida shiddatli ketayotgan Osmanni ko'zib turgan G'ini. Ajab tutib qolmadim bu tentakni, pushaymon qildi. Gumbaz tarafdan mo'ldirdek yig'ayotgan o'qdan yiqilgan 10 necha jangchini ko'rganda, o'rinda turolmay qolgan G'ini dushmanga qarata o'q etishga komanda berdi. Osman boshlagan jangchilar gumbazga yaqinlashib berib, suv iqini girvaklashtirgan qirg'oqni dalda qilishib, etishni davom qildi. Gugum tushishga boshladi. Kundagidek kechki tuman ko'tarildi. Osman Batur shu tumandan foydalanmoq bo'lsa kerak, yana turdida "Olg'a!" deb olg'a intildi-yu, uning ovozi yiroqqa anglanmadi. Burkut ko'zli G'ini Batur Osmonga o'q tegib yiqilganligini ko'rdida g'azablik vaqirdi. "Olg'a!"
u shundoq kuchlik nar tortdiki, jangchilar cho'chigandek uningga bir qarab olib, sarkarda keyindan dushman ustiga etilishdi. Vurro! Shiddatlik hujumga bardoshlik berolmagan cheriklar chekinishga, keyni sapga dojishga boshladi. Tuman qo'yoqlashib qorong'u tushdi. G'ani va uning bilan tangla gumbaz ichiga kirishgan 8 jangchiga miltiqlardan tangla o'q chiqaringlar deb buyurdi u. Jangchilar zolib beribdi. Chiqilga tushgandek gumbaz ichi jaranglab ketdi. Bu dahshatli gumbarlashdan as hushlarini yo'qotgan gumbaz ustidagi pelimotchi cheriklar yerga sakrashdi. Put-qo'llari sunmay saq qolganlari badar qochishgan edi. O'ng qo'liga o'q tegib, qansirgan Osman Baturni hamshiralar ilib ketishgandan keyin uning o'rniga Seyit Baturni komandir belgilab, ayol qilmay G'ani Baturning so'zi bilan aytganda, tuvoq sovmasda Selinbuga hujum boshladi. Ko'k ko'rik tarafdan Fatih, Rahimjon boshchilik jangchilarmi hujumga o'tishgan edi. G'ani Baturning oltinliq do'ngligini ishg'ol qilgan jangchilari g'olibdan ruhlandi ehtimalim. Düşmanning kuchli qarshiligiga qaramay aman olg'a siljidi. Okupdan okupga sakrab, oxiri Selinbuning qo'rg'on temiga yamashdi va oldingi qismlar tomdan ortilib tushishga boshladi. G'urra sadosi ostida davrab kelayotgan qo'zg'olonchilarning shiddatli hujumiga bardoshlik berolmay chekinishga boshlagan cheriklarni Arambog' istehkomigacha surib bordi xalq jangchilari. Afsuski, mushu jangda shehid bo'lganlarning ichida jasorat ko'rsatgan Seyit bor edi. Jang to'xtashi bilanla sabdishi Osmanning holidan xabar olmoq bo'lgan G'ani Batur Bavudun bilan vaqtliq shifoxona qilgan binoga keldi. U etini Bavudunga topshirib, eshikdan kirishiga uchisida posma juga, beshida quloqcha, putida o'tuk, yengiga bo'lsa shafqat hamshirisi belgisini tingib olgan qizga to'qirishib qoldi-yu, yuragi ig'ib o'rinda turib qoldi. Qizdimi shu holat kechdi ehtimalim. Umu turgan yerda qetib qapti. Ko'ngil degan ulug', u hammani sizidu. Hammadan o'tkir va uchqur. Uzun dahlizini osma panar gerimsan yoritib tursimu, ko'ngil zihin nurida necha yillar oldida ikkila qitim ko'rgan, lekin yurakka mangu o'rnashgan qizni to'nigan G'ani. Cho'lpon otashdan un qatdi va qizning oldiga keldi-yu, nima qilarini bilmay turib qoldi. Cho'lpon G'aniga lappida qaradi. Qizning o'tliq, ixtirosi chaqnab turadigan ko'zlaridan amdi izo alam, hatto g'azab alangisini his qilgan G'ani. "Mendan xafa bo'lmagansiz? Nimishga?" cho'chigandek dedi Cho'lpon. "Sizga pano bo'lolmadim. Undaq demang, G'anika. Meni unutmagansiz? Hech qachon", dedi-da, burunqi chaqqanligiga yarasha shamoldek siyliq minib chiqib ketdi Cho'lpon. G'ani qizning keynidan necha qadam besib to'xtadi va Osmonning qishiga ildam kirgan peti uni yotgan karotiga qo'shib dast ko'tardi. "Topdim, topdim, angushlarimni topdim", davatdi xushalligini bosolmagan G'ani. İnqilobiy shtab Oltishor mahallasidan sobiq Selinbuga ko'chirildi. Amdi dum yetib, deng turib yurgan jangchilar uchun issiq yotoq, oshxonalar, ma'muriy ishlarni boshqaruvchilarga ishxonalar yetarlik. Gazet chiqarish uchunmi imkoniyat tug'ildi. Habib Yunchi, Ahmadjon Qosimiy boshchiligida matbaa aksiga keltirilib, Ozod Sharqiy Turkiston gazeti chiqishga boshladi. Yetakchilik tarqoqlikdan tashkiliy intizom ostida yo'lga qo'yilib, ma'muriy harbiy tuzum shakllanishga, xizmat taqsimoti ijro qilinishga boshladi. Hamma ish, hamma imkoniyat qurollanishga va dushman ustidan g'olibiyat qozonishga qaratildi. Oltinliq va Selinbudan o'lja g'animat ilingan qurol aslahalar tezlikda tarqatilib, yangi otryadlar tashkil etildi. Navbatdagi jang bosh saqchini ilish, uningdan saqchi cheriklarni qo'g'lab chiqarish uchun jang bo'ladi. Saqchini ishg'ol qilmay turib, shaharda erkin qatnash va xalqning ma'ishatini aksiga keltirish mumkin emas. Bu vazifa yana G'ani Baturga, jangovar sabdoshlarga topshirildi. Chunki
Jang g'alabalari G'eni nomi bilan bog'liq. U bor yerda g'alaba bor. Davomi bor.